Assalomu alaykum, radiojonlar, yaxshimisizlar? Bilasizlar, Erkabo'langa vizit tashlayapman. Erkabo'lan ham, Oktagon ham uni qabul qilmayapti. Chunki u chempion o'sha liganiki. Bir gap yozibdi, hozir qo'yaman rasmini. Arnold, Marsel, Kamillar bor. Bilan urushguncha, poyezdda olguncha, poyezdga borguncha debdi. Mayli, men roziman. Menga farqi yo'q kim bilan bo'y o'tkazam. Menga samimiy glavni urush kerak. Kim bilan urushdan qat'iy nazar, Oktagon ligada boshqa ligada menga samimiy Oktagonda eshigi ochilib ikki kishini men bilan uni qo'yib yuborsin bo'ldi. Men odamlarga o'xshab baqir-chaqir qilib menga bo'y ber demayman. Meni o'zimning xarakterim bor, o'zimning yo'lanishim bor. Oktagonda kim bilan delete qilay? Oktagonda kim bilan ko'rishni xohlaysizlar meni urushishimda? Kommentariyada shuni yozib ketinglar. Oktagon ligani, yana bayislarni atmijat qilinglar. Erkabo'lanni berganda miyalarini qolaverardim uraverib, prosta ungacha poyezdga borgunimcha ikkita xatga bo'y qilishim kerak ekan. Mayli, unga ham roziman. U boyda ham urib, YouTube ko'rsataman uni ham. Qani o'shanda ham meni vizifimni prinemat qilmasa, o'zlaringiz sud qilasizlar. Jigarlarim, sizlardan bitta iltimosim bor. Qo'llaringdan kelgancha podeshga qilinglar, qo'llaringdan kelgancha Oktagon ligani atmetga qilinglar. Men Oktagonda kim bilan, qaysi bayis bilan urushishimni xohlaysizlar? Yozinglar, o'sha bayisni atmichat qilinglar. O'sha bayisga taklif qilamiz, o'sha bilan urushamiz. Mani Miron Mahdi deydi. Men seni последний кошмар deyman. Последний вздох deyman. Bayit, bilib ol. Jigarlarim, hammalaringga rahmat, podeshkalaring uchun. Assalomu alaykum.